Assalomu alaykum obunachilar. Bugun payshanba. Challenge'imizning 4-kuni. Mana bu meni kanalim. Kanal ochganman, obuna bo'lib qo'yasizlar. C1 English Journey. Prosmotr kam bo'lsa ham, lekin aktiv obunachilar bor. Okey. Qaranglar. Bugun sizlar bilan biz nima qilamiz? Bugun nima qilmoqchimiz? Qiziqroq. Bilgan bo'lsanglar, kecha writingdan, overviewdan 8 daraja yozganmiz inshaalloh va speakingdan expand degan metodda o'tganmiz va tushuntirib berganman. O'zim gapirishga harakat qilganman mustaqil expand metodi bilan. Endi bu safar nima qilamiz? Qanday metod, qanday writing mavzu? Endi buni video davomida, o'rganishim davomida bilib olasizlar inshaalloh. Qani, davay ketdik. Okey. Man nima derimman? Man prompt kirgizganman obunachilar. Addushi prompt kirgizdim. Biza speakingdan boshlaymizmi? Speakingdan. Davay, speakingdan boshlaylik. Speaking boshlaymiz. Xullas, qaranglar. Biza 3 kun davomida ARIA metodi, PRET metod va biz expand metodlarini o'tganmiz. Endi biza bilgan bo'lsanglar, linking words bor-ku. Linking wordslar kam. Endi biz bugun speaking part 1imizda linking wordslarni qanday oson ishlatish va bir boshqa metodlarni o'rgatamiz. Ya'ni men o'rgatmayman, ya'ni o'rganaman. Biza ChatGPTdan yordam olib o'rganuvchi insonlarimiz. Davay ketdi. Men shu kirgizganman metod. Sen menga 4-kun speaking part 1ni ber, yaxshilab tushuntir, ya'ni shu darsni, ya'ni metodlarni. Ya'ni, xo'p, davay. Atvet ko'ramiz. Digar 4-kunda yangi metoddan ko'ra linking words mastery qilamiz. IELTS part 1da ko'pchilik xato qiladi, linking wordlarni noto'g'ri joyga qo'yadi. Okey, qaranglar-da endi. Ya'ni aytayaptiki deyapti, 4-kunda endi metod emas endi deyapti. Yani linking words o'tamiz deyapti. Bu IELTS part 1 juda katta rol o'ynaydi deyapti. Agar ba'zi insonlar bu link wordslar sababli kam baho olishadi va ko'p xato qiladi deyapti. Davay. O'qiymiz. 4-kun linking words. Okay, 4-kun linking words. Vazifasi and because birinchi linking words because. Endi buni vazifasi sabab aytadi. Ya'ni o'z because degan chunki degan ma'noni bildiradi. O'zbekcha tarjima qilsak, uni vazifasi sabab aytadi. Okay. Biz uni nimaga bog'laymiz? Reason bor, reason. Ya'ni har bitta metodda bor, areadan ham, metodda, prepda ham, expandda ham bor, reason degan narsa bor. Shu narsani aytganimizda qo'llaymiz. To'g'risi, I like English because it is usable. Ya'ni men ingliz tilini yoqtiraman chunki u foydali. Ya'ni because shu paytda foydalanamiz ekan. Keyingisi I drink coffee because it helps me stay focused. Men kofe ichaman chunki u menga diqqatga qaratishga yordam beradi. Diqqat ushlashga va fokusda qolishga yordam beradi. Ya'ni nima deyapti endi? Biz nimani tushunamiz because bilan? Because bilgan bo'lsangiz, ikkita gapni o'rtasi ulayapti. Ya'ni linking qilyapti, ya'ni ulayapti o'zini. Tushunasizlarmi? Ikkita gap o'rtasi ulayapti. Ya'ni noto'g'ri deyapti. Mana noto'g'ri deyapti endi. Because it is useful. I like English. Part 1da odatda because gap o'rtasiga keladi. Ya'ni aytayaptiki, because deyapti, gapni o'rtasiga keladi, gapni boshida emas. Agar gapni boshida qo'yib ishlasangiz deyapti, bu 100% xato. Okay? Ya'ni biza because aytmaymiz ekanda, because it is useful, I like English. Masalan, because it helps me learning English, I like social media. No, umuman bo'lmaydi ekan. Shunday xato deyapti o'zi.
Bizda faqatgina ikkita gapni o'rtasi foydalanamiz. Misol uchun I drink coffee because it helps me stay focused. I like English because it is useful. Endi kengisimiz for example vazifasi misol keltirish. Ya'ni for example vazifasi bu misol keltirish. Qanday misol keltirish? Misol uchun I like English because it is useful. Birinchimiz because bor, shu bilan qo'shib yuboribman. Men ingliz tilini yoqtiraman chunki u foydali. Misol uchun I watch English videos every day. Misol uchun men ingliz tilida har kuni video ko'raman. Ingliz videolar ko'rar ekan har kuni. Okay, shundaylar. Ya'ni for example misol keltirgan endi o'zini speakingni aytishini qaranglar, misol uchun inglizni yoqtiraman deyapti. Chunki u foydali. Endi shuning uchun nima qiladi? Endi foydali bo'lgani uchun o'rganami? Shuning uchun aytyapti. Misol uchun deyapti, ingliz tilida har kuni shug'ullanaman deyapti. Ya'ni u birinchi reasonni aytgan, foydali deb. Endi o'zini hayotidan kelib chiqyapti. Ya'ni u shuning uchun ham deyapti, men har kuni ingliz bilan shug'ullanaman deb. Ya'ni keyingisi shunday degan umiddaman. Keyingisi also o'xsha kerak. Also, okay. Also, ya'ni biz ishonch komil qilamiz. Bu o'rganish metodlarida o'z English qanday ishlatiladi? Davay. Also, to'g'ri aytyapmiz. To'g'ri aytibmiz-kan. Davay. Also, uning vazifasi yana bitta fikr qo'shish. Ya'ni biz also bilan ortiqcha, ya'ni yana bitta fikr qo'shishimiz mumkin-ki. Misol uchun I like English because it is useful. Also, it helps me communicate with people. Ya'ni biz reasonda qo'llayapti bu also'ni. Ya'ni men aytyaptiki, men inglizni yoqtiraman, chunki u foydali. Va deyapti, ya'ni also degani bu qo'shimcha, yana bitta fikrni qo'shish uchun. Shuningdek, mana bular agar tarjima qilsak, shuningdek it helps me communicate with people. U menga insonlar bilan suhbatlashishga yordam beradi. Ya'ni also vazifasi nima bu yerda? Also vazifasi ya'ni shuningdek, bundan tashqari va yana bitta qo'shimcha qilib aytganda degan ma'nolarni beradi. Bu yerda shuningdek degan birinchisi shuningdek degan ma'nosi bor ekan. Birinchi o'zim zikr qildim. Davay, ko'rdinglar a? Ya'ni also demak qo'shimcha ma'lumot aytganda, misol uchun o'zim ham aytib ketishim mumkin. I really like social media because it helps me learning English. Also, it proves me happens. Okay. Shundaylar alsoni endi moreover va furthermore. Moreover va furthermore bu nima? Uning vazifasi shuningdek, bundan tashqari degan ma'no bildiradi o'zbek tilida. IELTSda kuchliroq ko'rinadi. Ya'ni moreover, furthermore bu alsoni sinonimi. Faqat o'sha moreover va furthermore bu advanced vocab, okay? Advanced vocab bo'lgani uchun bu IELTSda kuchliroq odamni ko'rsatadi. To'g'risi mana shuni yozilgan ekan. I enjoy deyapti watching movies because they help me relax. Moreover, they improve my listening skills. Ya'ni aytyaptiki, men deyapti ingliz tili. Ya'ni men deyapti kino ko'rishdan rohatlanaman. Chunki u menga deyapti hordiq chiqarish yordam beradi. Endi shunga qo'shyapti ya'ni uni yordam bor ekanda uni shuning uchun qo'shyaptilar. Ya'ni moreover deyapti. Moreover, they improve my listening skills. Bundan tashqari meni eshitish qobiliyatlarimni ham ko'taradi, yaxshilaydi. Ya'ni sizda ikkita ma'lumot bormi? Misol uchun men adamni yaxshi ko'raman, bundan tashqari onamni ham yaxshi ko'raman. Va bundan tashqari xuddi shunday bundan tashqariga ma'no beradi shu moreover va furthermore. Agar o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak. Davay, eslatma. Part 1 da har javobni ishlatish shart emas. Ya'ni part 1 da har bitta javobida ishlatish majbur emas ekan. Kuniga 1-2 marta ishlatsa yetadi. Ya'ni part 1 savol bersa faqat furthermore emasda, ya'ni uni bitta yoki ikkita savolda ishlatsa yetar ekan.
10 ta savol bersa, har biriga whatever, furthermore deyishni o'rniga. Okay, tushunadigan umiddaman. In addition, bu nima in addition? In addition nima? In addition, furthermore, moreover, also bu sinonimlar. In addition vazifasi qo'shimcha fikr qo'shish. Ya'ni bir xil shular bilan. Oddiy qo'shimcha fikr qo'shamiz. Misol uchun, I like my hometown. O'zimni hometownimni yaxshi ko'raman, chunki u go'zal. Ya'ni bu linkini foydalanamiz. Bundan tashqari bu yerda odamlar do'stona. Ya'ni meni homtownimda insonlar juda ham do'stona. Okay. In addition nima ekan, birodarlar? In addition bu moreover, furthermore, also'ni sinonimi bo'la oladi. Ha, ozgina farqi bo'lishi mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri sinonim bo'lishi mumkin. Katta percent bilan. Okay. Endi bunga ham gap zubkamiz a. I like my phone because it helps me learning English. In addition, it provides me entertainment. Okay, tushundik uji. In addition'ni qo'shimcha ma'no aytganda. Endi however nima vazifasi? Bilib olinglar. However bu gapda kelib qolsa bilib olinglar, faqatgina negativ bo'ladi. However'ni sherigim bor bad bilan however kelib qoldimi? However'dan keyin gap kelsa har doim negativ bo'ladi. Okay. Vazifasi nima ekan? Kitob AI aytishi bo'yicha qarama-qarshi fikr. Misol, I like social media. Men ijtimoiy tarmoqni yoqtiraman, biroq I try not to spend too much time on it. Lekin men ijtimoiy tarmoqqa ko'p vaqtimni sarflamaslikka harakat qilaman. Ya'ni aytdim-u, har doim however dan keyin nima bo'lar ekan? Negativ. Endi bunga ham chiqamiz. I like playing my phone. However, I cannot make time for doing my homework. Tushundinglar? Demak bu however biroq degan ma'no bo'ladi. Ya'ni birdaniga aytdingizmi? Aytasiz, men ingliz tilini juda yaxshi ko'raman, biroq rus tilini yomon ko'raman. Yana bitta misol, ingliz tilini o'rganish juda maroqli, biroq ba'zan u juda ham qiyin. Okay? Ya'ni biroq bu qarama-qarshi fikrni bildirganda negativ edi. Biroq degan ma'no bildiradi o'zbek tilida. Okay. Ideal part 1 formula. Part 1 formulasi mana qaranglar. Birinchi, ya'ni biza aytishimiz mumkin. Ya'ni because for example also moliya bilan qachon foydalanamiz deb. Mana o'zini joylari bor ekan. Biza birinchi answer berganimizda to'g'ridan to'g'ri answer beramiz va reasonda biz because aytamiz ekan. For example boru, for example aytamiz ekan. For example ni. Okay, for example agar biz experts boru, qo'shimcha ma'lumot deganmiz-ayu, prepda ham, hali expand metodda ham xuddi shuni also moreover bilan bersak bo'lar ekan. Misol deyapti, do you like movies? Boshlaysiz, yes I do. Ha, albatta. I enjoy watching movies. Kino ko'rishdan rohatlanaman. Shugacha answer ketdi. Endi boshlandi because qani foydalanamiz? Because they help me relax after a busy day. Menga og'ir kundan keyin menga hordiq olishga yordam beradi. Misol uchun ishlatyapsiz. For example, misol uchun men tez action movielar ko'rib turaman haftaning oxirlarida. Bundan tashqari, ya'ni shuningdek bundan tashqari kinolar meni ingliz tili listening ko'nikmamni oshirishadi. Bugungi qilmasliging kerak. Because bilan gap boshlash, har gapda moreover ishlatish, 5 ta linking words bitta javobga tiqishtirish. Okay, 5 ta linking words bitta javobga tiqishtirish bu eng katta xatolardan biri ekan. Bilmasa xato qilib qo'yishdan o'zi kechirsin, a? Hey, davay, ketdi. Endi 4-day homework. Quyidagi savollarga deyapti, javob ber deyapti. Davay, biz nima qilamiz endi? Biz endi bugun unaqa point
prep, area, expand metodlariga solmasdan faqatgina biz shu metodlarga solamiz birinchi bo'lib. Ijtimoiy metod solamiz chunki sabab aytish va also moreover shularga solamiz. Okay? Davay ketdi. Birinchisi answer beramiz har doim. Do you like reading books? Aytishimiz mumkin. Yes, I do. I really like reading books. Ha, albatta kitob o'qishni juda yaxshi ko'raman. Endi bizda because qani aytamiz because. Because gap o'rtasi keladi. Ya'ni chunki sababi nima uchun yoqtirishim sababi. Because it increase my cognitive development. Ya'ni chunki u meni aqliy farosatimni oshiradi. Ya'ni kitob o'qish meni aqliy farosatimni oshiradi. Misol uchun endi aytamizda. For example, every day before the bed, I read 10 page. Biz for example berdik. Endi moreover. Endi moreoverga qanday beramiz? Kitob o'qiymiz. Bundan tashqari desak bo'ladimi? Bundan tashqari. Also aytamiz. Also qaranglar. Also reading books helps me sleep better. Okay. Ya'ni kitob o'qish menga yaxshiroq ish qilishga yordam beradi va distraction yo'q. Tushundinglarmi? Xuddi shu ma'noda va yaxshi uxlashga ham yordam beradi. Endi biz shuni full answer beramiz. Qanday? Davay ket, mani eshitinglar. Yes, I really like reading books because it can increase my cognitive development. For example, every day before the bed, I always read 10 page or the 11 page. Also, it helps me sleep better. Okay, biz full answer berdik. Shunga mukammal darajada inshaalloh. Endi ikkinchisi, do you use social media? Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanasizmi? Ijtimoiy tarmoqlardan bizlar foydalanaydi deb. Davay, do you use social media? Qanday javob berishingiz mumkin? Ya'ni bizlar direct answer yes I do. I use social media because qanday aytamiz? Nima uchun foydalanamiz? Davay, it helps me gain my experience. Ijtimoiy tarmoqlar meni tajribalarimni nima deydi? Tajribamni yaxshilash uchun yordam beradi. Misol uchun, for example, every day I use social media. Misol uchun men ko'p vaqtni social mediada o'tkazaman. Moreover, ya'ni biz endi moreover aytamiz. Moreover, I always watch education videos in English on the social media. Ya'ni men bundan tashqari ingliz tilida ta'limiy videolar ko'raman. Okay, endi full answer qanday beramiz qaranglar, eshitinglar. Yes, I do. I use social media every day because it helps me gain my experience. At the same time, it improves my horizon. For example, every day I spend most of my time on the social media. Moreover, I sometimes watch education videos to improve my listening skills. Okay, bizda bunga ham javob berdik. Uchinchi savolimiz do you enjoy? Ya'ni do you enjoy nima degan do you enjoy? Rohatlanasizmi deyapti ingliz tilida o'qishdan. Bizda rohatlaniladi endi. Kim rohatlansin inglizni o'rganishdan? Ya'ni nima deymiz? Tezlashtiramiz. Direct answer yes I do. Yes, I enjoy learning English. Endi sababi because it gives me more perspectives. Chunki u menga ko'p imkoniyatlar beradi. Misol uchun, for example, if I push harder myself, I can apply for every university. Ya'ni, for example berildi. Misol uchun, agar men deyapti,
yaxshi o'qisam, man hamma universitetlarga kira olaman. Endi moreover yoki also aytamiz. Also sometimes learning English helps me work at the higher university or the traditional company. Okay. Biz ham answer berdik a bunga. Endi full beramiz a, qaranglar. Yes, I do. I enjoy learning English because it gives me more perspectives. For example, if I push harder myself, I can work everywhere and also especially traditional companies require my email. Also, I can apply for almost every university such as the Oxford, the Harvard, Meet. Okay, biz bunga mukammal javob berishga harakat qildik. Xato bo'lsa kommentlar uchun every time open. Okay. To'rtinchisi. To'rtinchi savol nima? Do you like your hometown? Direct answer, yes I do. I really like my hometown. Sababini because foydalanamiz. Because my hometown is full of more experience that I often face. Chunki mening hometown'im ko'p tajribalarga boy, qaysiki men tez-tez uchrab turadigan. Endi misol uchun, for example, in my hometown, I face many beautiful problems and also many situations. Misol uchun men tez-tez ko'p vaziyatlarga uchrab qolaman. Ba'zida shu opaga yozayotgan bo'laman. Okay. Endi moreover beramiz. Moreover, my neighbors, especially my hometown, in the people, especially the people in my hometown, are very, very friendly and welcoming. And full answer harakat qilamiz. Yes, I do. I really like my hometown because there are a lot of experience that I've often faced, and also my hometown is very gorgeous and amazing. There are a lot of iconic places, especially for example, my hometown of the people are very welcoming, and every time they help with each other. Moreover, I can say that my hometown is becoming fast developing city day by the day. Okay, biza 4-chi savolga ham javob berdik. Endi 5. 5 qanday? 5 qanday javob beramiz? Do you prefer tea or coffee? Oh, yes, direct. Yes, I do. I prefer coffee. And the sababi because bilan beramiz. Because it helps me stay focused and study more. For example, when I drink coffee, I can study a lot of hours. Okay? Biza full answer berdik. Full answer shunday bo'lishi kerak. Okay? Shunday bo'lishi kerak. Endi keyingi savol. Do you enjoy watching movies? Do you enjoy watching movies? Kino ko'rishni xohlayapsizmi? Bizda birinchi direct answer. Yes, I do. I really like watching movies. Sababi because it helps me to enter the heaven, and also my knowledge become very better if I help the others men who are not do something. Okay? Therefore, I sometimes help the others person. Showing the method. Давай, biz shu savolga berayotgan edik. Do you enjoy watching movies? Kino ko'rishni xohlasizmi? Because yes, I really like watching movies. Sababi nima uchun yoqtiramiz? Because it gives me a sense of satisfaction. Chunki u menga bir qoniqishni beradi. For example, beramiz endi. For example, when I watch movies, I can feel satisfied and relaxed.
moreover, endi biza also yoki moreover foydalanamiz. Also foydalanamiz. Also, when I watch movies, I sometimes forget about getting bored. Misol uchun, qachonki men uji kino ko'rganimda zerikish haqida unutaman degan ma'noda gapirishyapti. Okay, ya'ni full answer beramiz shunga. Yes, I really enjoy watching movies because it gives me a sense of satisfaction. For example, when I watch movies, I feel satisfied and relaxed in the progress of the watching movie. Also, watching movies is very useful for my listening skills. Okay, biza уже 4-savolni tugat bo'ldik. Okay, oltin qoidalar, part 1da eng muhimi formula. Answer because for example also. Hozircha shu formula avtomatik darajaga olib chiqadi. Keyingi dars 5 ta natural speaking metodni o'rgataman. Shu metod bilan gaplaringni robotga emas, haqiqiy ingliz tilida gapirayotgan odamga o'xshay boshlaydi. Ya'ni bizga taklif qilyaptiki, keyingi kun bizga 5-metod, ya'ni ingliz tilida natural gapirish o'rgatadi. Biz iyaga ishonamiz, chunki biz jigarimiz. Jigarlar biza speaking mavzu tugadi. Biz sizlar bilan LinkedIn o'tdik, qanday foydalanish, qanday ishlatish va real life'da ham sizlarga sinab berdim. Shuning uchun sizlar uchun rahmat kuzatganinglar uchun. Biz endi ketib qolish yo'q. Bizda writing challenge bor bizda hali. Writing challenge'da men nima qildim? Hozir sizlarga tushuntiraman. Point qilib olay. Okay. Okay, men nima qildim? Bizlar bilgan bo'lsanglar, kecha overview yozdik, 8 oldik, kelanib, introduction yozganmiz, 8,5 olganmiz. Shu o'ylayapsizlarmi? 8,5 olganmiz introductiondan. Overviewdan 8 uji. Endi men bugun nima qilmoqchiman? Bizda o'zi reja bo'yicha body kelmoqchi edik, bodyni tushunmoqchi edik yaxshilab, lekin bir yomon narsa chiqib qoldi. Biza endi o'rganganlarimizni qaytaramiz, ya'ni introduction va sizlar bilan overviewni yozamiz. Hamma tayyor bo'lgan bo'lsa, biz boshladik. Qaranglar. Men prompt kirgizganman, hammasini qaytaraman deb. Ya'ni menga 5 ta introduction bergan, biz uni yozib chiqishga harakat qilamiz. Okay, hamma tayyor bo'lgan bo'lsa, biz yozishni boshladik. Davay. Biz nima deymiz? Introduction esimizdan biz yozmaganimizga 2 kun bo'ldi introduction yozmaganimizga. Davay. Foydalanamiz. Capital letter. Yani nima deyapti o'zi? Savolda the line graph deyapti. Shows the percentage of the household owning in a car in Canada from 2000 to 2020. Line graph ko'rsatadiga deyapti. Ya'ni mashinaga egador oilaliklarni Kanadadagi. Okay, biz nima yozamiz? Qaranglar. Birinchi biz oddiy yozamiz. The line graph deymiz. The line graph deymiz. The line graph and this speaks deymiz. This chunki bizga sinonim kerak. Else bu sinonim jangi. Biz endi buni ham paraphrase qilamiz. Ya'ni bizga o'rgatgandek. The proportion qilamiz uni. Proportion deymiz. Of deymiz. Ya'ni household. Okay. Owning a car in Canada. Endi biza paraphrase qilamiz. Between olib o'tamiz. Nima qilamiz? Between biza paraphrase qilgan yozaylar. Men buni ishlatsa bo'ladi. Over deymiz. Over the period zaman over the period of over the period endi shu necha yil bor? 2000-yildan 2020-yilgacha 20 yil bor. Shuni qo'yamiz. Over the period of the 20 years. Endi between deymiz. Between 2000
endings 2020. Shuni yozamiz. Okay, bizlar bugun yangi paragraf ishlatdik. Qaysiki over the period of the 20 years between 2000 and 2020. Okay, endi biz nima qilamiz? Keyingi introduction boshlaymiz. And I thought the line graph shows the number of the international students studying in Australia from the 2005 to 2025. Biz qanday yozamiz? Qaranglar, faqat men tushuninglar. Men yozish boshladim. The line graph, bu line graph ko'rsat illustrate qo'yamiz endi. Illustrate uzr of illustrators the endi biz the number of the nima qilamiz? The figure of automatic daraja ortib o'tamiz. Keyingi esa international students studying in Australia, studying o'qiyotgan in mana Avstraliya deb talaffuz qilinadimi yoki Avstraliya yoki Avstraliya. Juda qiyin talaffuz shu Avstraliyaniki. Okay, Avstraliya katta harfda, chunki bu davlat nomi, shuning uchun katta harfda va biza from 2005 to 2025 da paragraf qilamiz. Qanday? Endi agar deb turib between 2000 bizlar 5 yo'q bilasizlar. 5 ta olib o'tamiz. 2005 and also aytamiz 2020 I'm sorry, the 2025. Okay, biz keyingi introductiondan tugadi. 3-introduction yetdik. Endi faqat ko'rasizlar. Men yozib ketaveraman. Qarashinglar. Oxirida tushuntirib beraman. Ovozimni ochib yozib ketaman. The line graph bosh harfda the line graph that shows what we should use, especially we may use instead of the shows. Biza qaysidan foydalanish mumkin? Description, shows degani nima bu? Demonstrates bo'larmikin? Ko'rsatmoq. Yo, illustrates, depicts, shows bu ishlatilganda illustrates bor, demonstrates, present deganlar esladik. Bu xotirada bu qaranglar. Biza esladik, present taqdim etadi. The amount of the o'zgartirib bo'lmaydi. The amount of money spending on the public transport. Spend yozib qo'yaylik. Spend on public transport. Qayerda ekan? Fransiya katta harfda qaranglar. Fransiya bu joy beradi. Between okay, between deb turib biz olamiz 1900. Okay. O'zima deyapti, line graphda bu line graph jamoat transportida qancha pul miqdorini ko'rsatadi. Ya'ni Fransiyadagi jamoat mashinasi pul miqdorini ko'rsatadi. Ya'ni 1990-yildan 2012-yilgacha pul miqdorini ko'rsatar ekan. Biz uni paraphrase qildik. And to paraphrase.
Okay, to'rtinchisi nima degani? The line graph shows the proportion of the people using smartphones in Germany from 2000 to 2020. Qaranglar, biz qaramas yozaman. The line the line graph uh, okay, the illustrate this. The percentage the proportion to the and in a percentage bo'ladi. The percentage of the people uh, using smartphones in Germany mm, between 2000 and two thousand. I'm sorry, 2000 where? Okay, bizlar nima yozdik? Biz yozdik is the line graph illustrated the percentage of the people using smartphones in Germany between 2000 2020. Okay, tushundingizlar mavzuni? Yani tushunmoqsizlar, men 4-ga yetdim, endi 5-ga o'taman hozir. 5-chi nima deyapti? Bu line graph ko'rsatadiki deyapti. Ya'ni Yaponiyadagi muzeyga qancha odam tashrif buyurganini 2010-yildan 2020-yilgacha. Endi shuni yozamiz uni. Aytamiz. The 5 raqam qo'yib qo'ysam bo'lmaydi. Aytamiz. The deymiz. The line graph deymiz. Line nima bilan teng yozsanglarchi obunachilar, nabrot yaxshiroq tushunasizlar. Shu men foydamga menga ham. Yaxshiroq tushunasizlar. This virus. Okay, depict this. Shu so'z ham show sinonimi bilasizlar? Depict this the figures of the figures of the visitors. Shu savol ham ko'p bera ekan, boru zerikdim shu savollardan. Juda bir xil savollar. Asabga ham tegmaydi ba'zida boru. Museum in Yaponiyada, Yaponda o'rtasida between 2010 va deyapti. 2020 o'rtasida. Okay. Qaranglar obunachilar, bizlar uje yozib bo'ldik. Introductionlarni bir qadar tekshirib qo'yamiz. Yuboramiz. Jepin boshqarib katta bo'lishi kerak edi. Okay, xatoni topdik bundan. Okay, qolganiga o'zimga ishonaman. Xato chiqarib yuboraman. Davay, bizlar uje qancha daraja yozdik bizlar introductionni. Davay. Ketdi. Obunachilar davay nechi? 7.5. Ya'ni umumiy tekshirganda, okay, yaxshi. Ya'ni jigar deyapti, zo'r. Endi examiner modon har bitta alohida tekshiramiz. 7.5, 7 chiqqan ba'zilari, 8 chiqqan ba'zilari, 7.5 yana 6.5. Nima uchun? The line graph shows the figures of the visitors who visit Japan between depicts the figures of the visitors. Nima uchun graf? Men xato qilib qo'yibman. Aytdim, oxirida yozganim uyqusirab yozdim-da, boru. Okay, men kechirib qo'yasizlar. Bugungi xatolar capital letter. Okay. Natijalar 7.5, 7.5, 8, 7.5, 8. Bandim men 7, 7, 6. Okay, biz maza qilib revision qildik. 5 tani kayf qilib yozibmiz to'g'risi. 5 introduction yozdik, maza qildik. Ertangi maqsad
sen quyidagi 3 narsani avtomatik qilishing kerak. Mamlakat ismlari katta harfda. The figures for emas, figures of. Okay, okay, okay. Spelling check. Okay. Endi biza xatoni tushundik. Introduction'ni biz endi overview'ni yozamiz. Overview'ni. Okay, overview'ni qanday yozamiz? To'g'risi, overview'ni yozish oson. Juda oson. Tasavvur qilgandan ham osonda. Qaranglar. Biza qanday yozamiz ekan? Qanday yozamiz? Qanday yozamiz? Ya'ni katta. It is clear that foydalanamiz. Birinchi overall olganda overall deb turib. Davay, hamma tayyora. It is clear that Masalan tushuntirganman, shuning uchun ham tushuntirmasdan yozib ketaveramiz. It is clear that shu aniqki, it is clear that tourists numbers generally increased. Okay, tourist. The number of the tourists bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, biz shuni yozamiz. Turistlarning soni demoqchi endi. Tourist numbers dramatically increasemidi? Okay. Increase deymiz. Increased yuqorilandi, increased generally. Yani general degan juda ham вообще bo'lib ketdi degani. And there were some minor fluctuation. Biroz fluctuation bor ekan. Endi biz also yozamiz. Garchi also there were bo'lsa ham biroz there were some bir kichik there for some minor fluctuations. Okay, bizda birinchi overview'ni yozib tugatdik, obunachilar. Bittanasi qolib ketibdi. Increase the general degani. Increase the general deymiz. Over the period deb qo'yamiz. Over the period. Yani yil davomida. Ikkinchi paraphrase, ikkinchi anaqa overview yozish. Ikkinchisi nima degan, nima haqida ikkinchisi? Ikkinchisi nima haqida? Water consumption kamayib ketishi va deyapti, trend ba'zida stable qolib ketgan, o'zgarmay qolib ketgan. Ya'ni biz uni yozamiz. It was yo'q, I'm sorry. Overall it is clear that it is clear that shu aniqki, it is clear that so it is clear that and the water iste'mol qiladiganlar, and water consumption deyapti. Su iste'mol qiladigan decreased kamayib ketgan. Decreased rostdan kamayib ketgan. Suv ichmayapti, hozir bilgan bo'lsanglar. Faqat gazli ichimliklar prям keyin rangli suvlar. Men bilmadim, lekin rangli suvlarni men ichishga tavsiya qilmayman. Anasi yozgi kunlarida. Okay, water decreases gradually. Okay, endi biroz negativ tomon bor ekan. Nima qilamiz? Gradually. Without deymiz. Without siz. Biroz relative without bor ekan. Anchana bor ekan. Nima qilamiz? While deymiz. While davomida deyapti. Biroz stable qolib ketgan. While remained. While davomida remaining qolgan. Remaining.
ilaç kılmayapti. To'liq yozaylik o'zimiz. Remain rem qanaqa yoziladi? Remain remaining stable 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 qolib ketishgan. All is clear that welcome to crash the class struct period shu yerga struct period while remaining stable. Okay. Biza oddiy hour yozmayapmiz. Kecha biza darsda yozdik, qanday yozishdi. Lekin men miyamdagi yangi parafrazdan eslab chiqaryapman. Okay, uchinchi parafrazga yetib keldik yozishga. Qani, undan boshlaymiz. Overall. Overall yozamiz, overview. Overall yozamiz. Overall yozamiz. It is clear that it is bir minut. It is clear that shu aniqki deyapsiz. It is clear that internet userlari deyishimiz mumkin. Internet o'qiladi. Qaysidir aksentda. Internet usage rose sharply. Ya'ni rose sharply. Okay, ko'tarilgan. Ko'tarilgan yoqasi bormi yana? Okay, rose deymiz. Sharply. Uni ma'nosi improv dramatik degan ma'no bilan bir xil. Okay? Rose sharply. Okay, ly qo'yamiz. Sharply over the period without ya'ni u uncha bo'lmagan, demakli kamaymagan. Yoni yozamiz. Without deymiz. Agar bo'lmasa without experiencing experience yozaylik. Tajribasi yana. Men tajriba o'tkazmasdan experience a significant decline okay, experiencing nima deyishimiz mumkin? Experiencing stable deylik. Experiencing decline deylik, ostidan ham declining. Bilammi? Declining. Okay. Buni yozdik shu. To'rga o'tdik, to'rga. Experience decline. Okay, to'rga qanday yozamiz? Car mashinalar haqida ekan. Mashinalar sotilishi fluctuate tushib ketgan va deyapti biroz ko'tarilgan. Vazifa faqat overview yoz. Overall it is aniq ko'rsatadiki, it is clear that okay, the car sales fluctuate bo'lgan. Fluctuate over the period bo'lgan. Over the period garchi shuna bo'lsa ham also overall trend was upward.
Endi 5 yozamiz, 5 ta. Oldi 5 yozish uchun biz 5 sayt qilishimiz kerak. Shu qiziqarli, lekin cho'tki menga yoqarli. Sayt qilasiz, o'nsam olib turib qo'ysa bo'laradi. Texnologiya. Keyingisi 5 yozyapmiz уже. Energy production remained stable for most of the period. Energiyasi, nima deydi? Energiya iste'moli pasayib qolgan. Okay, uncha iste'mol qilishmayotgan, yaxshi, navrot. Overall, it is clear that shu aniq kelyapti. Energy production. Energy production remained qolgan, stable qolib ketgan, o'zgarmasdan. For the most of the okay, and despite despite o'qilmasdi. Nima deyishdi? Despite slightly despite the increasing slightly near the end. Alright. Давай, shu yozib ko'ramiz. Ibodatdan ko'ra yo'q. Increasing silently. Bizlar overview tugadi. Qani biz qancha darajada yozganmiz overviewni. Biz jo'natdik-a, qani tekshiramiz. Necha ball chiqishiga rozimiz? Birinchi yozganimiz 8 chiqdi uji. Ikkinchi yozganimiz 6,5. Qolganlari hamma 8. Shu yozgan hamma 8. Okay, 7, 7,5, 8. Xatolarimiz ko'proq grammarda ing qo'shib qo'yganman. Article. Okay. Xatolarni tushunmayapmiz. Sening bahoying 7,5. Okay. Uji biza rating yozuv tugadi. Ratingni biz bugun takrorladik, mustahkamladik va deyapti, eng yaxshisi biz o'zimizni esimizga soldik. Biz endi ertaga xudo xolasa body yozishni o'rganamiz. Qanday yozish? Xudo xolasa shu bodyni 7 yoki 7 darajada yozishga harakat qilaman. Sizlarga va'da beraman. Hammalarga xayr. Xayr deyishdan oldin shuni aytib qo'yay AIga. Sen menga bugun qilgan xatolarimni ber. AI aqlli, shuning uchun yaxshi ishlashga harakat qilaman. U bilan davay. Okay. Hamma xatoni oldik. Epic ko'ramiz. Okay, task 1. Nechinchi kun? 4-chi kun. Mistakes. Ko'rdinglar, ana xatolarni tahlil qilamiz. Va dars tugashiga ham ozgina minutlar qoldi va xudo xolasa keyin tark etamiz. Kanal nima gapdan? Kanal bo'lyapti. 3-kun video jo'natib qo'yganman. Hamma ko'rish uchun intizor.
va kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar, podpiska bosinglar. Ko'ryapsizlar-a? My first people. Xayr obunachilar, yaxshi dam olinglar.